Men o'ylagandim, Gano Excel bu darajada katta korporatsiya deb o'ylamagandim. Men havas qilganman. Men doktor bo'laman deb. To the Global Achievers Convention with something loud, with something proud, with something groovy. Gano Excel. Sizlar bizni kelajagimizsiz. Biz yoshlarni juda ham yaxshi ko'ramiz, ardoliymiz. Ularni bizdan-da zo'r bo'lishini xohlaymiz. Faqat uni eng bitta katta siri bor. Yil davomida ilmiy izlanish qilgan. Ilmiy izlanish qilib turib, u birdaniga bu narsaga kelib qolmagan. Biz odamlarni salomatlikka qiziqtiramiz. Sog' bo'lish uchun kafolatlangan 14 ta xalqaro sertifikatga ega bo'lgan mahsulotlar bu dunyoda yagona desak bo'ladi. Assalomu alaykum do'stlar. Sizlar bilan bugun Gano Excel korporatsiyasini O'zbekistondagi rasmiy vakili bo'lgan Gano Shifo bilan birgalikda intervyu, ya'ni suhbat olib boramiz. Gano Excel korporatsiyasini tarixi, kelib chiqishi va ularni eksklyuziv direktori Layza Akbarova bilan to'g'ridan-to'g'ri ularning ish faoliyati qanaqa qilib O'zbekistonga olib kirganligi haqida to'g'ridan-to'g'ri sizlar bilan birgalikda suhbatda olib boramiz. Qani bo'lmasam biz boshladik. Assalomu alaykum. Layza Akbarova, yaxshimisiz? Yaxshiman, qanaqasiz? Xudoga shukr, rahmat. Yaxshi yursizmi? Yaxshi, rahmat. Assalomu alaykum. Kepsiz. Va alaykum Xudoga assalom. shukr. Layza opa, biz o'zi hozir qayerdamiz? Toshkentda qayerdamiz? Bu bosh ofismi shunda? Kimlar ishlashadi bu yerda? Shundan boshlasak. Avvalambor xush kelibsizlar. Bizni Gano Excel korporatsiyaning eksklyuziv vakolatxonasi, hamkori va Gano Shifo markasi bo'yicha faoliyat yuritayotgan tashkilot bo'ladi. Tashkilot Shayxontohur tumanida Beruniy 2 ko'chasida joylashgan. Biz 15 yildan beri shu joyda bitta manzilda turib, insonlarga sog'liq va farovonlik bo'yicha mas'uliyatni o'z qo'liga olish ilm tizimi orqali shu Malayziyani Gano Excel korporatsiyasida inson salomatligi uchun juda muhim bo'lgan hujayralar oziqa mahsulotlarini biz O'zbekistonga qonun platformasida olib kiramiz va targ'ibot orqali insonlarni shu narsani iste'mol qilishiga undaymiz. Tushunarli. Demak, 15 yildan beri hali biron marotaba bosh ofis almashmadi. 15 yildan beri shu yerda butunlay faoliyat olib borasiz. 15 yildan beri bu faoliyatni olib boramiz. O'zgartirganimiz yo'q. Shu 15 yil davomida har xil nimalar bo'ldi. Nima deydi? Har xil to'siqlar bo'ldi, har xil tushunmovchiliklar bo'ldi. Shunga qaramasdan biz bitta Gano Shifoni bitta adresda shu joyda saqlab turibmiz. Zo'r. Bu yoqdagi insonlar kimlar, Layza opa? Tanishtirib borsangiz. Bu o'zingiz ekansiz bu yoqda. Bu yerda manman. Bu bizni nechinchi yilda hozir aytaman, bizni Gano Shifoni bu yerda 5 yilligida katta bir shou qilgan edik. Shunda bizni shogirdlarimiz olib turib, bizga tortiq sifatida olib kelgan. Tadbir 5 yil Gano Shifoni 5 yilligidagi tadbirdan bu nima deydi? Lavha. Bu yerda Nizomuddinov Gazanfar bu yerda o'tirgan, chunki turgan, buni ham biz birgalikda, bu meni o'g'lim, hayotda o'g'lim, biznesda shogirdim hisoblanadi. Bu tilni yaxshi bilgani uchun kompaniya bilan muloqotni, bo'layotgan bu yerdagi voqelikni va ularning mahsulotlari to'g'risida to'liq ma'lumotlarni yetkazib berib turuvchi shaxs. Bu yerda olimni o'zi, janob Liao Sunseng, bu kashfiyotchi olim buni mahsulotlarini o'zi kashf qilmasdan bizni ham shu mahsulotlarni iste'mol qilib o'zimizni tanamizni,
sog'lig'imizni kashf qilishga da'vat qilgan inson bo'ladi. Tushunishim bo'yicha bular Liasosin mana shu Gano Excel korporatsiyasini asoschisi va rahbarlari hisoblanadi. Asoschisi va rahbari. Bitta narsa shundoq qiziqki, bu inson olim bo'lishiga qaramasdan bu Birlashgan Millatlar Tashkilotida ezgulik elchisi degan maqomga ega bo'lgan. Birlashgan Millatlar Tashkiloti. Chunki buni qilayotgan xalq yo'lida, insonlarni salomatlik yo'lida buni missiyasi, maqsadi tadbirkorlar o'zi daromad olishga, o'zini foyda olishga qaratadi. Lekin bu menga bu mo'jizani, shu giyohi mo'jizasi menga ayon bo'ldimi? Demak, bu men butun dunyo odamlariga buni yetkazishim kerak degan niyat qilgan. Va shuni asosida mana qarang, men bitta o'zini missiyasini olgan. Biz doim birinchi bo'lamiz, chunki bizning maqsadimiz har bitta inson, yaralgan inson sog' va boy bo'lishga haqli. Buning uchun biz qo'limizdan kelgan insonlarni salomatligi va farovonligi uchun qiladigan harakatlarimizni qilishimiz kerak degan. Shuning uchun bu faoliyatni asosi inson qadriyatlariga asoslangan. Chunki inson bor ekanki, o'zini birinchi ehtiyojini qondirishga jo etilgan. Birinchi o'sha ovqat yeydimi, o'zini sog' bo'lishimi, oilasi qurish, oilasini tinchligi, bular hammasi bir qadriyatlarga asoslangan. Shuning uchun ham bu 121 ta davlatlarda o'z bo'linmalariga ega, lekin yagona O'zbekistonda biz ularni nima deydi, hamkori sifatida faoliyat yuritamiz. Chunki boshqa joylarda, boshqa davlatlarda ularni o'z odamlarini qo'yishgan. Tushunarli. Demak, tushunishim bo'yicha Gano Excel korporatsiyasini bir nechta davlatlarda vakillari bor va asosiy vakilini o'zlaridan, ya'ni o'zini xodimidan chiqarishadi. O'zbekistonda yagona o'zimizdan, ya'ni sizni eksklyuziv direktor sifatida tayinlab olishgan. Shunaqa bo'lgan. Chunki qarang, mana hozir dunyoning kartasi turibdi. Shu dunyoning kartasida bitta eng ishonchli hamkori mana bizni O'zbekistonda o'zbek shu tadbirkori bu yerda ular bilan birgalikda hamkorlikda bularni maqsadi bizni maqsad bilan mushtarak bo'lganligi uchun bizda ham bu pulli ketidan quvish emas, pulli ketidan emas, insonlarni sog' qilib o'sha yashayotgan davlatimizda sog' va farovon odamlarni ko'paytirish. Tushunarli. Bu yoqda bilishimcha mana dunyoning kartasi, xaritasi, bu yoqda nechta davlatlarda bor bo'lsa, o'sha Gano shifoni 121 ta davlatda bor. Birinchi ochgan joyi bu Amerikani Kaliforniya shaharida. Bu birinchi, mana hozir ular o'zini 20 yilligini nishonlayapti. Birinchi marta mart oyini 25-yil mart oyida bular o'zini 20 yillik yubileyini nishonlamoqda. Tushunarli. Demak, Gano Excel 121 ta davlatda o'zini filiallari bor, ya'ni rasmiy vakillari bor desak ham bo'ladi. 121 ta davlat. Demak, bu xalqaro darajadagi korporatsiya. Xalqaro darajadagi, qarang, 30 yil davomida, bu 40 yil davomida ilmiy ishni qilib, buni birinchi galda bozorga olib chiqqani 95-yilda bo'lgan. 95-yil bo'lsa, bu yil 30 yillikni nishonlaydi. Shunga qaramasdan pandemiya paytida bunda ajoyibligi shundoqki, aslida shunaqangi bir vaboga o'xshagan bir pandemiya COVID-19 paytida bizani shu necha yuz minglik iste'molchilarimizdan birortasi yo'qolgani yo'q. Kasal bo'lishdi, lekin organizmi ularni o'sha kasallikni yengishda g'olib chiqdi. Koronavirus tarqalgan paytda 2020-yilda minglab, millionlab insonlar o'lib ketdi, lekin Gano Excelda mahsulotlarni doimiy ichib yurgan iste'molchilar, mijozlar ular koronavirusdan yo'qolgani yo'q, ular immuniteti mustahkam yuribdi, haligacha sog'lom. To'g'ri. Chunki bu mahsulotda bitta dunyodagi olimlarni tayin qoldirgan narsasi bu mahsulotni o'zi oddiy. Mana shu qo'ziqorin. Bu tabiiy qo'ziqorin. Shu tabiiy qo'ziqorinni shunaqangi bir xususiyati borki, immunitetni muvozanatga keltiradigan, immunomodulyator degan
xususiyati bor va chunki bu dunyoda o'sha ming yillab hayot o'zgaryapti, bu tabiat o'zgaryapti, tabiat o'zgarishga, klimatni o'zgarishlariga qaramasdan bu har doim o'sha sharoitga moslashuvchi bo'lgan. Shuning uchun ham buni ekstraktini ishlab chiqib bu olim organizmingizga kirgandan keyin organizmingizni o'ziga moslashadi. Qayerda sizni problemangiz bo'lsa, o'sha problemangizni tiklashga, yo'qotishga va problemani yo'qotishga harakat qiladi. Mana qarang, siz eshitgan bo'lsangiz kerak, mumyoyi asl. Eshitganman, ha. Eshitgansiz, qarang. O'sha mumyoyi aslni ham qaysidir olim uni kashf qilgan. U kashfida asosida nima yotadi? U qarang, qatiy singan bo'lsa ham og'zingizdan yutasiz uni, oshqozon orqali, qon orqali o'sha singan joyingizga borib turib, u uni tiklashga o'zini ishini qiladi. Mana misol uchun bitta bizda Gold seriya bor. Agarda siz YouTube ga qarab, shu Cordy Gold deydigan narsani ko'radigan bo'lsangiz, bu Tibetda 4000-5000 yildan beri Tibetdagi Tibet meditsinasi bilan giyohlarga asoslangan. Mana shu nimani qiymati YouTube'da ko'rsangiz, buni 1 kilosi necha ming dollar turadi. Bu nima deydi? Ekstrat emas. Oddiy bu olingan giyoh, uni shu zararsizlantirgan, lekin bu olim bu narsani kashf shundoq qildiki, buni o'sha plantatsiyasida, o'zini plantatsiyasida xom ashyoni ekib, undan xom ashyoni olib, buni ekstraktini maxsus texnologiya orqali buni ekstrakt qilib olgan. Ekstrakt nimada? U suvda eriydi, qarang. Suvda erishi bizga nima kerak? Chunki organizmda qon tomirda aylanayotgan suyuqlikka bu kirib turib, organizmimizning hamma organlarga yetkazib bera oladi. Layza opa, demak, Gano Excel korporatsiyasini kelib chiqishidan boshlasak, o'zi aslida bu kelib chiqqaniga necha yil bo'ldi? Gano Excel korporatsiyasi o'zi Malayziyada joylashgan, Alastorda. Malayziyada, Alastorda joylashgan. Da, Alastorda joylashgan. Bu olim, kashfiyotchi olim, mana bu rasmda hozir janob Liang Sun Seng. O'zlari asoschisi. Bular asoschisi va keyinchalik bu butun dunyoda tadbirkorlik sifatida buni nima deydi, tarqatishi o'zlarini oldiga maqsad qo'ygan. Tabiatda o'zi 200 xildan ortiq qo'ziqorinlar bor. Bu qo'ziqorinlar har xil nomlanadi, har bittasi. Bu o'zi qo'ziqorinshunos, mikolog olim hisoblanadi. O'shalarning ichidan eng shifobaxsh odamning organlariga o'xshagan. Yurakka, buyrakka, miyaga, jigarga, o'pkaga va qora taloqqa o'xshagan shunday qo'ziqorinlarni tanlab olib, ularni shu teplitsa, ya'ni o'zini maxsus texnologiyalari orqali buni yetishtirishga harakat qilgan. Nima uchun? Chunki bu qo'ziqorin bu shunday bir o'simlikki, bu o'simlik yonida qanday narsa bo'lsa, yomon yot jinslarmi yoki havoni o'zgarishimi yoki birorta bir noto'g'ri ta'sirli qiladigan bo'lsa, uni hammasini o'ziga shimib oladigan xususiyatga ega. Shuning uchun ham odamlarga buni shifobaxshligini ta'minlash uchun, xavfsizligini ta'minlash uchun u o'zi bu narsani laboratoriya sharoitida uni yetishtirgan va undan kelib chiqib uni maxsus texnologiyalar bo'yicha ekstrakt qilishga muvaffaq bo'lgan. Hozir siz dunyoda shunaqa qo'ziqorinlarni yetishtiradigan davlatlar 6-7 ta. O'zi umuman olganda bu bitta Gano Excel emas. Bitta Xitoy bor, Vyetnam bor, Yaponiya bor, bitta yana Koreya bor, yana bitta Rossiyani o'sha tomonga tegishli, sharqqa tegishli joy hududida bor bu narsalar. Bu qo'ziqorinni oti rishi deb aytiladi. Yonji deydi Koreyada, lekin ularni hammasini shifobaxshligi hammasi o'sha odamlarga naf tekkani uchun Tibet buni doim sir saqlagan. Lekin mana shu 21-asrga kelib turib
faqatgina buni sirini oshkor qilishdi. Ungacha mana tarixda bo'lgan kinoni ko'rsak, ana Tangem degan kinoda o'sha 4000 yil oldin ham bu shifobaxsh o'simlikni giyohidan o'sha saroy tabiblari foydalangan. Lekin buni doim juda ham sir saqlagan. Negaki bu tabiatda juda ham noyob bo'lgani uchun u o'sha zodagon, boy insonlarga yetmay qoladi degan fikrda ular buni sir saqlagan. Demak, tushunishim bo'yicha bu mahsulot har birida qo'ziqorin bor. Bu qo'ziqorinni olim Liasiosin o'zlari, mikolog adashmasam, bularni o'zi o'sha qo'ziqorindagi bir necha marta chatishtirib, qo'ziqorinlarda eng kerakli joyidagi nima deydi, kerakli foydali tomonlarini olib o'sha mahsulotning ichiga qo'shgan. Bu narsa azaldan bo'lgan o'zi, tarixdan. Faqat boylar ichishgan bu narsani. Imperatorlar. Chunki o'ta sof holda olingan. Qo'ziqorin mana kinolarda ko'rsangiz, uni qo'ziqorinni oladi, o'sha o'rmonlardan, juda ham buni nimasi bitta 10 mingta qurigan olxo'rini tanasida bitta, ikkita, uchta bo'lishi mumkin. Bu juda ham nima deydi, noyob narsa bo'lgani uchun. Chunki uni pishgan paytida nimasi urug'lari chochilib ketadi, otilibdi. O'sha paytda shamol uni qayerga olib borsa, o'sha joyga borib, o'sha yerda bu nima bo'ladigan kurtak otib o'sadi. Kurtak osib o'sadi. Endi men aytmoqchi bo'layotgan narsam buni noyobligi nimada? Hali men aytgandek, hatto Yaponiyada ham bu birinchi yapon olimlari buni nima deydi, teplitsa usulida yetishtirishga harakat qilishgan. Lekin ularda bor bu narsa. Lekin ular ekstraktini qila olmagan. Hozir tushunishim bo'yicha 6 ta davlatda xuddi shunaqa qo'ziqorin bor, har bir mahsulotga qo'shiladigan. Lekin ular farqli. Endi har bir narsaga qo'shilmaydi bular. Sof qo'ziqorinni o'zi ekstrakti. Mana misol uchun bizda Gold seriya bor, ya'ni oltin seriya bor. Bu oltin seriyada 100% qo'ziqorinni ekstrakti. Ekstrakt deganda nimada? O'sha qo'ziqorinni o'sha ta'sir xususiyatlari 100 marta ko'paytirilib, insonlarning organizmiga foyda keltiradigan, immun tizimini ko'taradigan yoki baland bo'lsa immun tizimi uni normaga keltiradigan xususiyatga shu tabiiy giyoh ega bo'lganligi uchun shuni qilgan. Endi men hozir yana bitta so'zimni izohi sifatida aytmoqchiman. Tabiatda hozir o'sha Ghana Excel korporatsiyasining prezidenti olim Liasiosin ixtiro etgan kashfiyotlarni bu ustunligi boshqa shu mahsulotlarni ishlab chiqarishdagi shundaki tabiatda uchramaydigan ikkita qo'ziqorin bor. Bu qo'ziqorin hozir bittasi yurak bilan, bittasi miyaga o'xshagan. Chunki bizda ham nimada shifo yo'nalishda, vrachebniy yo'nalishlarda yurak doktori bor, miya doktori bor yoki jigar doktorlari bor. Shunga o'xshagan shu yo'nalishga qaysi biri ko'proq ta'sir qiladigan sof ekstraktlarini olishga muyassar bo'lgan. Tushunarli. Necha yil davomida ilmiy izlanish qilgan shunda? 40 yil davomida ilmiy izlanish qilgan. Ilmiy izlanish qilib turib, u birdaniga bu narsaga kelib qolmagan. Bu buni xalqaro laboratoriyasi bor. Erta o'sha yapon olimlari, o'sha Amerikadagi o'sha qo'ziqorin shunos olimlar, Tibetdagi, Xitoydagi, Hindistondagi bu olimlar birgalikda bu shuni odamlarga ta'sirini o'rganib turib, o'sha joyda shu narsani ixtiro qilgan. Bu boshchiligi bu ularni bilan tajriba almashib, o'zi bu narsaga bosh-qosh bo'lgani uchun Ghana Excel bu nima deydi, seyfida saqlanadigan yagona ekstraktni formulasi bularda bor. Boshqa davlat qila olmaydi buni. Chunki shuning uchun ham buni shifo baxshligini hatto o'sha Yaponiya birinchi o'sha teplitsa usulida ekib yetishtirgan bo'lsa ham, ular ham bular Ghana Excel korporatsiyasidan ma'lum miqdorda o'ziga oladi. Men 3 ta qit'ani bilasiz, o'zingiz yaxshi, butun dunyodagi iqtisodiyotni rivojlanishini o'shalar doim nima qiladi? O'z nazoratiga olgan o'sha 3 ta qit'a bor. O'sha 3 ta qit'adan
o'sha ikkitasida korporatsiyani vakolati bor va o'sha joyda o'zini mahsulotlarini taqdim qilgan. Bitta Yaponiyada iste'molchilari bor, lekin u yerda buni vakolati yo'q. Chunki bu Ganoderma Lycedium vatani shu Yaponiya deb tan olingan. Shuning uchun. Endi yana bir aytmoqchi bo'layotgan narsam shundoki, eng ajoyibligi buni shifobaxshligini tasdiqlovchi butun dunyodagi olimlar o'zini ilmiy ishlarini qilishgan. Va shu ilmiy ishlari hatto o'sha nimani Amerikani agarda siz kirsangiz, Amerikani natsionalniy bibliotekasi bor. O'sha natsionalniy bibliotekasida ham hattoki shu reishi, kardiceps to'g'risida olimlarning ma'lumotlari bor. Bu haqiqiy 100% zararsiz, o'sha Amerikani xavfsiz ichimlik degan uni sertifikati bor. O'sha sertifikat orqali butun dunyoga o'z mahsulotini olib kira oladi. Tushunarli. Ali yog'och simon qo'ziqorin deyiladi. Yog'och bo'lib qoladi. Mana bundoq qiling, bu plastmassa emas. Ko'p odamlar ko'radi, buni plastikmi deydi. Bu hozir nimaga yaltiroq deydi? Bizda qulupni ham yaltiroq qizil, olcha ham shunaqa. Bu tabiat, Alloh buni yaratib qo'yibdi. Qarang, bu shunda o'xshayotgan, qarang, nimaga jigarga o'xshaydi. Ha, jigarda o'zi bunday olib qarasa. Ko'rdingizmi? Yon tomondan bunday qarasa jigarga o'xshaydi. Mana o'sha hammasi bir-biriga o'xshagan, bu 100% mashti o'zida o'sha 6 xil qo'ziqorindan qilingan chatishtirish asosida bitta qo'ziqorin o'sha Ganodermani yaratgan. Tushunarli. O'zi necha xil mahsulot bor? Bizda nima Gano Excel korporatsiyasida odamlar kapsulani uncha xush ko'rmagani uchun ko'proq bular odamlar o'rgangan ichimliklar bor. Choy, kofe, yana ali shokolad bolalarga o'shalarni ichiga qo'shib turib, ya'ni fortifitsировать qilib turib, ularni zararsizlantirib, buni misol uchun kofeni nimasi bor, kofeini bor, o'sha kofeinini ma'lum miqdorda uni zararsizlantirib nimaga iste'molga tayyor qilib beriladi. Bu kofelarni qarangki, eng qizig'i shunaqa bitta tarix borki, Kolumbiya bu kofel manlarnikida o'zi kofe yetishtirishadi. Erta tug'ilgandan boshlab turib kofe ichishadi. O'sha kofe ichadigan davlatda bu korporatsiyani Ganolik kofesi uchib ketyapti-da. Chunki u odamlar kofeni ichib, ali kofeinidan noto'g'ri kasal bo'lish boshlayapti, misol uchun. Tasavvur bo'lsa yoki o'shanda ta'sir qilgan bo'lsa, buni ichib sog'lomlashyapti, tetiklashyapti. Buni biza o'sha kofelarning shunaqa xususiyati borki, agarda o't qopida toshlari, qumlari yoki bo'lmasam nimada buyrakda yig'ilgan qumlar bo'lsa, u haydab chiqarish qobiliyatiga ega. Chunki uni tarkibida Ganoderma bor. Ganoderma bu kuchli tozalovchi hisoblanadi. Chunki u ekstrakt bo'lgandan keyin bu suv orqali qonlarga o'tib turib, u tozalovchi har bitta hujayraga yetkazib bera oladi. Tushunarli. Men o'ylagandim, Gano Excel bu darajada katta korporatsiya deb o'ylamagandim. Bu yoqqa kelishimdan oldin biroz o'rganib chiqdim. O'rganib chiqqanimda Gano Excel shu 100 dan oshiq davlatlarda rasmiy vakili bor dedi. Keyin o'ylab qoldim, demak birozdan ham katta korporatsiya ekan dedim. Mana hozir aniq fakt bilan 121 ta davlatda rasmiy vakili faoliyat yuritar ekan, ya'ni sochar ekan. Demak, undan tashqari yana klinikalari bor deb eshitdim. Bu klinikasi O'zbekistonda ham bormi shunda? Dunyoda 3 ta davlat, 3-chi davlat bizniki bo'ladi. 3 ta davlatda klinikasi bor shunda. 3 ta davlatda. Nega? Chunki bu mahsulotlarning shifobaxshligini odamlarni o'zida ko'rib turib, o'sha klinikadan kelgandagi qandoq edi, nimasi holati, bu mahsulotlarni ichgandan keyin qanday holatga kelganini o'zi ishonch hosil qilish uchun shu klinikani O'zbekistonga qo'ydi. Bundan tashqari hali aytdim-ku, kapsulalarni odamlar dori sifatida
ko'radi o'zi. Hatto buni o'zini nima deydi, shifobaxshlik xususiyati bor. Buni kasal bo'lmasdan oldin ichish kerakki, kasal bo'lmasdan xuddi biza qishda issiq kiyim kiygandek, yozda yengilroq kiyim kiygandek, bu o'sha immun tizimini mustahkam doim himoyalovchi o'sha kiyimimi, qalqonimi yo askarimi deydigan bo'lsak, xuddi shunday xususiyatga ega. Endi qarang, kapsulalarni odamlar kapsula deb buni baholagani uchun bu bitta ichimliklar zavodini qadoqlash zavodini qurdi. Chunki demak O'zbekistonda qadoqlash zavodi ham bor. Ha, bu yoqdan nimada sashetda tayyor keladi. Bu yoqqa bet qadoqlab turib o'sha nimalarga qutichalarga solinadi. Nega shunaqa qilinadi? Chunki betdagi iste'molchilar, bizning O'zbekistondagi iste'molchilar bolalarmi, kattalarmi, keyin odamlar kasal bo'lgandan keyin ularni tezroq salomatligini tiklash, quvvatga kirish, immunitetini mustahkamlash uchun shu ichimliklar juda ham muhimligini his qildi. Tushunarli. Demak, to'g'ridan to'g'ri bu Malayziyada tayyorlanadi. Malayziyani Altar deydiz, adashmasam. Alostar shahrida, qishlog'ida tayyorlanadi. Keyin u yoqdan to'g'ridan to'g'ri O'zbekistonga kirib keladi. O'zbekistonda qadoqlash zavodi bor. Bu yoqda qadoqlanib, to'g'ridan to'g'ri sotuvga chiqadi. Faqat ichimliklar qadoqlanadi. Qolgan mana bu kapsulalar hammasi yoqdan to'g'ri konteyner bo'yicha keladi. Demak, ichimliklar qadoqlanadi. Faqat ichimliklar qadoqlanadi. Bu o'zi tayyor qadoqda tamojniy orqali kirib keladi, logistika orqali. Endi buni kirib kelishi jarayonlari ham juda uzoq. Chunki dunyoda bo'layotgan mana bu har xil siyosiy darajalarda bu yoqqa to O'zbekistonga kelish jarayoni 3 oygacha cho'zilishi mumkin. O'shaning uchun juda ham bir nima, bu bizga bog'liq bo'lmagan narsa, lekin har bitta o'sha tadbirkor o'sha bog'liq bo'lmagan narsalarga o'zini oldindan o'zi ish rejasini ko'rib qo'yadi. Tushunarli. Bo'lmasam, Laziza opa, biza qisqacha bo'lsa ham tasavvur bo'ldi menda. Qisqacha bo'lsa ham tasavvur paydo bo'ldi. Men bir necha savollarim bor edi. Klinikani rahbari, glavvrachiga ham savollarim bor edi. Klinika bor dedingiz, chunki bu mahsulotni o'zi haqida ilmiy nuqtai nazardan ular bilan suhbatlashmoqchi edim. Chunki men kelishimdan oldin bu batan emas, dori ham emas dedi. Shunga qiziqib qoldim. Bu qanaqa bo'lishi mumkin, qanaqa foyda berishi mumkin odamlarga. Shunga ular bilan ham gaplashmoqchi edik. Imkoni bo'lsa, u klinikani ham bizga ko'rsatsangiz. Albatta ko'rsataman, lekin shu savolingizdan kelib chiqib, bizani davlatda 2010-yil 7-iyunda shunday qonun qabul qilganki, aholini mikronutrient yetishmaslik to'g'risida profilaktika qonuni. Avvalambor men bu ishlashga bu menga turtki bo'lgan, bu asos bo'lgan. Chunki men bitta o'zimni shu sog'lig'im emas, butun o'sha qonunni xalqchiligini, xalqqa har bitta joyga yetkazib borishda o'zimga mas'uliyatimni his qilgan holda bu narsani qildim. Nega? Qarangki, bu mahsulotlar hammasi mikronutrient deb aytiladi. Chunki oldin ota-bobolarimiz necha yil yashagan bo'lsa ham, ular hech kasal bo'lmagan. Bunaqa dorixonalar yo'q edi, больницаlar yo'q edi. Men esimda bor, yoshligimda mana shu Chorsida, eski shaharda bitta 4-poliklinika bo'lardi. Biza anaqa Ko'kchada, kolxozning ko'chasida nima qilganmiz, ukalarim kasal bo'lsa, men ularni tramvayda olib, men bu 4-poliklinikaga olib kelardim. 4-poliklinika hozir ham bor, lekin hozir chasniylar ham ko'p, poliklinikalar, davlatniki ham ko'p. Davlatniki ham bor, davlatniki ham yetishmayotganligi uchun bu yerda xususiylar bo'lyapti-da, kasalliklar yosharayapti. Chunki odamlar o'sha ekologiya o'zgargani hisobiga yeyotgan yemishidan olayotgan mikronutriyentlar yo'q. Mana shu bitta misol uchun men bu olmaga o'xshaydi, juda chiroyli. Oldin bitta olmani yesangiz, sizni temirga bo'lgan organizmingizni ehtiyoji bitta olma bilan to'yar. Hozirgi olma bilan oldingi olmani farqi bormi shunda? Albatta. Misol uchun
o'sha bitta olma bilan sizni organizmingizni ehtiyoji to'ladigan bo'lsa, oldin bundan u 50 yil, 60 yil oldin, hozir buni 2 kilosini yeyish kerak. 2 kilosini yeyish uchun odamni organizmi ko'tarmaydi-ku. Yoki bo'lmasa bitta kalsiyni olaylik. Agar kalsiy oldin biza bugun gapiryotgandim men. Tanchani atrofida o'tirardik-da, sigirimiz bo'lardi. Kosalarga kechqurun sog'ilgan sutdan sut solib qo'yilsa qaymoq bo'lardi. O'sha qaymoqni bundoq suzib olinardi deb non bilan yeyilardi. O'shanda odamlar u kasal ham bo'lmas edi. Chunki tabiat ham toza edi. Keyin har bitta odamni ko'zini o'ynatib qilinadigan har xil sun'iy yemishlar yo'q edi. Hozir sun'iy ovqatlar ko'payib ketgan hozir. Sun'iy ovqatlar ko'p, sun'iy narsalar ko'p, shokoladlar ko'p, har xil yemishlar ko'p. Hattoki o'sha yeydigan har doimdagi narsalaringiz u narsa ko'rinishi narsaga o'xshaydi, lekin undagi sizni organizmingizga beradigan o'sha qondiradigan ehtiyojidagi ximik elementlar yo'q. Yoki bo'lmasam o'sha Mendeleyev tablitsasini bilasizlar. Mendeleyev tablitsasidagi hamma narsa bizning organizmimizda. O'shalar ovqat hazm qilayotgan jarayonida xuddi mashinaga yaxshi benzin quysangiz zo'r yuradi-yu. Pastroq benzin quyadigan bo'lsangiz, u yurmaslikka filtrlari to'lib qoladi. Odamning organizmi ham xuddi shunday. Mashinani qanaqa ixtiro qilishgan? Odamdan ko'rib turib ixtiro qilishgan. Chunki organizmimizdagi mana shu oshqozonimiz o'sha tushadigan benzin bo'ladigan bo'lsa, ana qarang, uni yondirish uchun chaqmoq akkumulyatordan keladi. Bizdagi ichimizdagi, yeganimizdagi o'sha yemishdagi mikronutriyentlar, kimik elementlar yegan ovqatlarimizni bir-birlari bilan hazm qilib turib, hazm qilish paytida jigarimiz o'tkazadi, filtr qilib o'tkazadi. Mashinani ham filtri bor-ku, narsani to'sib qo'yadigan yomon narsasini. Xuddi shunga o'xshagan, qarang. Odamlar bu narsani anglash kerak. Biz o'zimiz mana har bitta 14 ta viloyatda bizning iste'molchilarimiz bor, do'konlarimiz bor. Hamma joyda anig'i aytmoqchi bo'layotgan narsam, tadbirkor bo'lgani bilan bu inson o'zini missiyasiga sodiq. Bu foyda uchun emas. Har bitta do'konda bir xil narxda. Toshkentda olasizmi o'sha kofeni yoki bo'lmasam Samarqandda, yo Malayziyaga borganda, misol uchun mana 17-chislida bizani promotion orqali yutib olgan 70 ta odam ketyapti Malayziyaga ketyapti. Malayziyaga borib ko'rib kelmoqchi. Shu plantatsiyasini ko'rmoqchi, zavodni ko'rmoqchi, olim bilan uchrashmoqchi. Haqiqiy bu narsa to'g'rimi, yo'qmi deb. Ana shu narsalarni joyida borib ko'rib, ushlab ko'rib, olim bilan gaplashib ko'rib turib, keyin bitta bular yana targ'ibotini ishonch bilan qiladi. Tushunarli. Men qiziqtirgan narsa, demak, Toshkentdagi narx bilan Samarqanddagi narxi o'zgarmaydi. Shu bilan butun dunyoda shunaqami? Hamma yoqda. Agar Amerikaga borsangiz ham, Amerikada ham shu narxda olasiz. O'sha kofeni O'zbekistonda ham bu narsani hamma joyda oldin bir SSR bo'lgan paytda pul birligi hamma yoqda bitta ishlardi. Bularda ham 15 ta davlatda bir xil ishlardi, bitta edi. Hech qanaqa nima yo'q edi. Odam bemalol yoqqa bu yoqqa boraveradi. Bu yerda ham agar mahsulotingiz Turkiyada olmoqchi bo'lsangiz, misol uchun, Turkiyada ham xuddi shu narxda olasiz. Hammasi dollarda ko'rsatilgan, ertaga o'sha davlatni nimada muloqotda bo'layotgan pul единицасida olinadi. Demak, kofeni Amerikada olsa ham, Turkiyada olsa ham, O'zbekistonda olsa ham narxi bir xil, o'zgarmaydi. O'zgarmaydi. Bu boshqalarga qaraganda ajralib turishligini bildirar ekan-da. Bu ustunligi bu. Boshqalarga nisbatan ustunligi. Chunki biza nima aytishadi, sizlarni gano nima bormi hali ham deydi. Biz odamlarni pulga qiziqtirmaymiz. Bu sityovoy kompaniya emas. Chunki ko'p odamlar sityovoy marketing emas. Chunki sityovoy marketingda odamlarga pulga qiziqtiradi. Biz odamlarni salomatlikka qiziqtiramiz. Sog' bo'lish uchun kafolatlangan 14 ta xalqaro sertifikatga ega bo'lgan mahsulotlar bu dunyoda yagona desak bo'ladi. Shuning uchun ham buni reytingi doimiy
dunyo bo'yicha birinchilikni olib kelyapti. Tushunarli, tushunarli. Lazifa, bizga ofisingizni ko'rsatsangiz endi, men Yuring, tushuncha bo'ldi. mayli, marhamat. bo'yicha? Zavodni direktori, qo'shma korxonani direktori bo'ladi va shu bilan birgalikda bizda klinikada ham koordinator, o'sha nazoratchi rahbar hisoblanadi. Chunki bizga ishonib bu faoliyatni qo'ygan korporatsiya. Shuning uchun albatta bizdan so'raladi hamma narsa. Shuning uchun biz nazoratni qo'limizga olganmiz. Bizani kofelardan tatib ko'ringlar. Bu yerga biza o'sha kompaniyaning missiyasi salomatlik va farovonlik bo'lsa, baxt, saodat va o'sha bizni prezidentimiz ham xalqni sog' va boy qilish bularning asosiy maqsadlari bo'lsa, u kompaniyani ham xuddi shu maqsadi. Shuning uchun biz o'zimizni qo'limizdan kelgan ish qilamiz. Mana biz kuni kecha 24-yil hisobotini qildik. Hamkorlarimiz, iste'molchilarimiz, ustozlarimiz bizni mana shu eng asosiy muvaffaqiyatga erishtiruvchi ustozlarimiz bilan birgalikda biz mana shu yangi yil kechasini uyushtirdik. Ular 24-yilni sarf hisobini qildi-da, 25-yilga o'zini kim sifatida ko'rish, qanday muvaffaqiyatlarga erishish, qayerlarni qanday darajalarga chiqishini bu yerga o'zi izhor qildi. Maqsadlarini yozishibdi ko'pchilik. 2025-yil. Negaki har bitta narsani yozsangiz u ijobat bo'ladi. Tortish qonunini bilamiz. O'shaning uchun ham biz odamlarga shu faoliyatda qiziqarli, zavqli ishlarni amalga oshirishiga yordam beramiz. Bittasi 2025-yilda Kia K5 sotib olaman deb yozibdi. Mayli, sotib olsin. Sotib olsin. Sotib olsin. Chunki bizda targ'ibot qilsa cashback sistemasi bor. Cashback sistemalari bular yig'ilib turib, ular yakka tartibdagi tadbirkor bo'lib turib, olish imkoniyatiga ega bo'ladi. Bizda buxgalteriya bor. Biz chunki bu buxgalteriya, buxgalteriyada mana kirib ko'rishinglar mumkin. Chunki biz har bitta qilayotgan ishimiz do'konlar orqali mana bu yerda buxgalter hozir nima hamma o'zini ishi bilan band. Bu yoqda kimlar ishlashadi tushunishim bo'yicha? Bu tomondagilar. Bu yerda menejer, bu yerda hisobot qiladigan, hisobot topshiradigan xodimlar. Xodimlar. Bu yerda bizni yordamchimiz, bu yerda kompyuter, bu yerda o'quv trening nimani boshliqlari Furqat Mahkamov. Bor keldingizmi, bormadingizmi? Furqat. Furqat aka, assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Tuzimsiz? Bu yerda hamma ish jarayoni. Ish jarayoni qanaqa? Jarayon bo'lmasa bo'lmaydi-ku. Biza keyin shu bilan birgalikda yana bitta narsani aytmoqchiman. Biz Sog'liqni saqlash vazirligi qoshidagi vrachlar malakasini oshirish instituti bilan chiqazadigan jurnali asosida biz bularga ham birgalikda bizdagi erishilgan yutuq natijalarini ko'rsatamiz. Bu yoqda sertifikatlar bor ekan. Hozir bu yoqdagilarni ko'rsataman-da, keyin ularni ko'rsataman. Hozir mana bu yoqda svetlarni yoqib qo'yinglar, hamma yoq, qani mamutlar hammasi qorong'i yo'q. Tushunarli. Anaqa chiqdimi? Kofe qildinglarmi, bo'ldinglarmi? Yo, yoqqa olib kirish kerak emas. Kelinglar, mana bittadan chashkadan kofe ichib olinglar. Srazu qanaqaligini bilasizlar. Mana men o'zim ichirib turib ko'raman. Mana Asalbek. Rahmat. Kattakon. Ichib ko'ringlar. Buni qanaqa shifobaxshligini o'zingizda his qilasizlar. Ana. Oling. Ichib ko'ring shundan. Qanaqa ekan? Bu kofe odamni tanasiga kirgandan keyin hujayralariga oziqa bo'ladi. Oziqa bo'lgandan keyin buni tarkibida bu yerda kombinatsiya, bu yerda ganoderma, o'sha ekstrakti bilan birga tankatali qilgan. Keyin bitta xususiyati shundaki, bu yerda hech qanaqa sun'iy narsa ishlatilmaydi. 100% tabiiy narsalardan qilingan. Orasida mana shu qo'ziqorinda ham anaqalari bor shunda. Eng kerakli bo'lgan asosan shu-di. Shu bu, asos bu. Qolganlari qo'shimcha. Tushunarli. Asos bu. Kofeni ichganimizda biroz shirin, biroz taxirroq, juda ham bir-biriga nima deydi? O'zbek bog'langanda ta'mi.
shirin deyish qiyin, achchiq ham deyish qiyin, odamni hammaga me'dasiga tegmaydigan qilingan ekan. Chunki buni ichida tankatali degan o'sha Malayziyaning jenshini bor. Jenshini ham bor ichida. O'ta jenshini ayollar, erkaklarni o'sha siydik yo'llaridagi shamollashlarni oladi. Buni shunaqa xususiyati. Kofein. Kofein. Buni tarkibida kofein yo'q. Boshqa kofelarida hammasida kofein bor ekan. Hammasi kofelarda bor kofein. Bizni nimada uni nimasi kofeinini Ganoderma yevoradi. Yevoradiki, uni zararsizlantiradi. Tushunarli. Bu yoqda mana oila a'zolaringiz shuncha. Ko'payta nima uchun bizani bizni ishimiz bu Turkiyadagi o'sha katta lideri biz 24-yil may oyida borib katta ustozlarimiz bilan tajriba o'rganib keldik. Bulardagi o'sha tovar-оборот, ya'ni sotuvni qanday qilib bular yo'lga qo'yganini. Bu yerda meni oila a'zolarim, nevaralarim, avaralarim, bizani eski holatimiz shu edi. Hozir kirgan joyinglar 2009-yilda biz ishni boshlaganimizda mana shu holatdan boshlaganmiz. Buni yaxshilab oling, keyin hozirgi holatini ham qo'yib yuboramiz. 2009-yildagi holat bu. 2009. Birinchi ishni boshlagansiz. Birinchi ishni boshlaganimizda. Shu bu yerda mana nabiralarim, bitta nabiralarim, abiralarim, qizim, ana narigi nimada o'g'lim, bitta ertagi nabiralarim. Nega? Chunki bizning faoliyat oilaviy faoliyatda. Odam qanaqadir stress bo'lganda, qanaqadir bir nimalardan tajang bo'lgan paytda shundoq oilangizga qaraysiz, aytasiz, meni oilam bo'lib energiya olasiz. Zo'r deysiz. Qani kofengizni ichib qo'ying. Bu yerda bu отделda bizani yakka tartibdagi tadbirkorlar bo'yicha endi yilni boshi bo'lgani uchun biz hammasini reviziya qilyapmiz. Mana bitta arxivlar, yakka tartibli tadbirkorlarni hammasini dokumentlari, biz hammasini endi yilni boshidan nima saralayapmiz. Bu yoqda o'sha arxivlar ham turibdi ekan mana. U arxivlarni hammasini olib tashlaymiz. Ishlayotganda bezda qilib qo'ygan. Yo, mayli, hozir endi bu hafta tugatasiz. Endi biz 10 yilligimizni 2019-yilda o'tkazganmiz. O'shanga mana shu nimani tayyorlaganmiz. Bizni qilgan ishlarimiz bo'yicha ishimizning mohiyati. Ishimizning mohiyati nimadan iborat? Mahsulotlarni yetish kerak va undan olgan natijalar to'g'risida odamlariga, o'zlari yaqinlariga aytish kerak. Mana zavodda nimasi, qurilgan joyi. Mana biz shuncha 9-yildan boshlab turib 19-yilgacha qilgan ishlarimiz o'sish jarayoni ekan. O'sish jarayoni. Chunki 19-yilda biz Parijda bizni ishni tashkil qilganimiz bo'yicha sifat elchisi degan nimani kubokni qo'lga kiritganmiz. Mana borib olib o'sha yerda 2019-yil aprel oyida borib kelganmiz. Bu yerda kompaniyani xodimlari o'tirishadi, chunki iste'molchilardan qanaqadir agarda shikoyat yoki birorta bir savollar bo'lsa, bular orqali o'sha zahotiyoq korporatsiya bilan bog'lanib qilinadigan ishlarni to'g'ri bog'lanishadi. Tushunarli. Hop, bezda qilib qo'yasiz ham opa, ish jarayonidan. Mana bu yerda ham bular butun dunyoda ishlayotganligi to'g'risida bu yerda ham xalqaro nima kartasi turibdi. Shu karta orqali biz odamlarga yana ham ishonch beramiz. Butun dunyo bo'yicha 200 dan oshiq mamlakat bor bo'lsa, shundan 121 tasida bor ekan. Deyarli butun dunyoda bor ekan. Bor. Deyarli butun dunyoda. Mana bu yerda kichkina prezentatsiyalar o'tadigan joy. Hozir endi buni ham biza samarali ishlash uchun bitta reja qilganmiz. O'sha rejalarni amalga oshiramiz. Mana bu yerdagi joylarni hozir o'sha targ'ibotchi menejerlarga tayyorlayapmiz. Tushunarli. Shu biz даже bu yerdagi zo'r targ'ibotchilar Baliga korporatsiya hisobidan Baliga borib butun dunyodan kelgan nimalarni katta liderlar
sammit 18-yilda ishtirok etganmiz. Ha, 2018-yilda. Bular eng katta liderlar butun dunyo bo'yicha. Butun dunyo bo'yicha kelgan, butun dunyodan. Amerikada mana bu yerda men o'tiribman. Mana bu yerda. Mana ko'rdim. G'azanfar. Eng birinchisi ekansiz. Ha, eng birinchidaman. Bu yerda Liao Sonsen janoblari, bu yerda bularni zavodni direktorlari, bu yerda uchreditellari, bular yonida uli zavodni rahbariyatini yonida men o'tiribman. Ha, tushunarli. O'z birinchi qatorda yonlarda ekansiz. Tushunarli. Bular ham Liao Sonsen. Tushunishim bo'yicha. Buni endi bizani 10 yillik yubileyimizga Samarqandlik hamkorlarimiz bizga shu gilamni tuhfa qilgan. Ha, tushunarli. Bu gilam ekan. Men buni portret deb o'ylabman. Yo'q, gilamni qilib olib kelishgan. Men qo'limda qo'ziqorinni ushlab turibman. Ko'rdingizmi? Ha, boyagi qo'ziqorinni. Tushunarli. Men yerda bir tala o'sha hamma mahsulotlarni ko'rdim. Bu bizga keladigan 23 xil mahsulotlar, shundan 8 tasi kapsula qolgan hammasi ichimliklar. Eng bitta noyob xalqchil mana bitta bizani gelimiz bor. Bu gel домашний doktor deb hisoblanadi. Chunki bu 100% tabiiy ichidagi narsalar organizmdagi o'zi umuman organizmdagi shilliq terisini tiklovchi xususiyatiga ega. Buni juda ko'pchilik ishlatadi Toshkentda. Bu gelni hamma biladi menimcha. Bu даже gijelarni tushirishga ham ishlatishadi. O'zi qo'li kuyib qolsa qo'liga ham surtib qo'yishadi buni. Chunki kislorod bilan u to'yintiradi-da, kislorod tez o'sha joyni bittirtiradi. Shuning uchun endi mana biz hali oltin seriya deganlarimizdan mana Rishi Gold, Excellium Gold bu nima deydi? Kirni chiqarsa hujayradagi bu o'shani to'ldiradi, oziqasi bu. Bu chiqazuvchi, bu toksinlarni chiqarib tashlaydi organizmdagi. Bular to'ldiradi, tushunarli. Bular mana o'sha ichimliklar. Qarang, 25 kilo qo'ziqorindan o'sha 1 kilogina ekstrakt olinadi. Ha, 25 kilo qo'ziqorindan 1 kilo ekstrakt olinadi. Eng muhim ekstraktlar olinar ekan, tushunishim bo'yicha. Mana bu yerda hozir mana bunaqa yangi kollagen ichimlik kelgan. Kollagen bu organizmni ushlab turuvchi puzzlga o'xshagan narsa. Bu kollagen shunaqangi nima qanday deb aytaman, kasalga o'xshagan narsaki organizmni bir-birlari bilan bog'lab turuvchi ipga o'xshaydimi? Shunga o'xshagan bir nima. Bu 100% halol. Ha, bularning hammasi o'zi halol sertifikati bor. Halol sertifikati bor. Lekin mana bu kollagen, mana bu kollagen to'g'risida halol sertifikatlari bor ekan har birida. Hammasini halol sertifikati bor. Chunki bu mana bu asalarining suti bilan Ganadermani mitseliyasi bo'yicha qilingan bu miyani ishlash faoliyati, qon tomirlariga yaxshi ta'sir qiladi. Bular choy menimcha. Bu choy. Bu choyni kechigida ana Shuhrat kelib, bu yerda 1 oy turib, bitta 3 litrli choyni bir kunda ichib bo'ldi. Qarang, o'sha 1 oy davomida 6 kiloga osibdi. Yo'q-a? Bu полностью organizmini очищать qilib ichidagi toksinlarni yugan. Даже ovqat ham yegisi kelmadi-da uni. O'zi u shamollab kasal bo'lib kelgandi. 1 oy men bitta ish o'rganaman deb kelib o'tirdi-da, shu bilan u bitta to'ldirib qo'ygan o'sha termosdagi choyni ichib 6 kiloga kuniga 3 litr ichib. 3 litr ichibdi choyni. Mana choy. O'zi yetgan. Endi o'zi ham anaqa qilib bersa kerak. Bu ichki hujayralarni toksinlardan tozalar ekan. Bu yerda mana halol sertifikati ham bor ekan. Shunda bu shifobaxsh choy. Shifobaxsh. Boshqa choylarga qaraganda farqli jihati shundaki, bular ichimizdagi har qanaqa toksinlarni tozalaydi, chiqarib tashlaydi. 100% tabiiy. Mana bu kechagida doktorimiz nima qilgan, reklama qilgan. Bu juda ham ayollar, erkaklar problemasida juda ham kuchli nima deydi, tiklantiruvchi organizmi mahsulot hisoblanadi. 100% tabiiy. Halol sertifikatiga ega. Chunki buni ichganda agar siz mana shu qadoqdagi 100 ta donani birdaniga ichib qo'ysangiz hech narsa bo'lmaydi sizda. Отравление ham hech narsa. Lekin har bitta narsani me'yorida ichsa uni shifobaxshligi kuchayadi. Mana qarang, odam 70 yoshga chiqquncha 50 tonna suv ichar ekan. Birdaniga ichmaydi-ku uni. G'arq bo'lib ketadi. Misol uchun
70 yoshga chiqquncha 50 tonna bu sifrlar, faktlar 50 tonna suv ichar 70 yoshga chiqquncha. 70 yoshga kirguncha 50 tonna icharkan. U paytda biz bilmaganmiz. Misol uchun ular balkim shuni расчётini qilgandir. Har bitta kilogramga 33 gram suv kerak ekan organizmga. Organizmimizdagi har bir kilogramga 33 gram suv kerak. Suv kerak ekan. Bu olimlarning aytgan tasdig'i. Mana men bitta 2009-yildagi holatmi? 2009-yildagi holat. Mana shunaqa darajadagi joydan biz ish boshlaganmiz. Demak, bu birinchi ko'rinishi, mana bu yonidagi o'sha hozirgi ko'rinishi. Hozirgi ko'rinishi. Mana 15 yildan beri ofisi ham o'zgarmagan, aynan shu yerda shuni qilganmiz. Oho, buncha ko'p sertifikat bu yoqda. Bu yerda bu mahsulotlarni 14 ta xalqaro sertifikatga ega. Mana bu halol sertifikatlari. Mana bu yerda Malayziyada olingan halol sertifikatlar. Malayziyada, chunki Malayziya davlati, Indoneziya davlati bu eng halollik beradigan kuchli mamlakat hisoblanadi. Va shu bilan birgalikda u mahsulotlar har doim o'zini halolligini tasdig'ini o'tkazadi. Mana bu yerda eng muhim sertifikatlardan bittasi hasb deb aytiladi. Bu yerda mana shu hamma mahsulotlar o'sha sertifikat orqali kirib keladi. GMP standart bo'yicha faqatgina mahsulotni o'zi emas, yetishtirish jarayoni ham GMP standartida qilinadi. Bu tushunish bo'yicha demak 14 ta xalqaro sertifikati bor. Shu o'rinda halollik to'g'risida ham sertifikati bor. Albatta, bizani mana O'zbekiston Mizrafdan ham o'tgan ekan. Bizani bu ekstrakt degan haligi birinchi bergan savolingizda Sog'liqni saqlash vazirligidan ham o'tgan ekan. Har safar kelgan mahsulotlar o'sha sertifikatlardan o'tib keladi, yana boshqatdan. Undan tashqari aytmoqchi bo'layotgan narsam, mahsulotimiz 2021-yil 22-fevralda ekstrakt degan maqomini davlat komissiyasi orqali qo'lga kiritgan. Chunki shu paytgacha o'sha ishlab chiqaruvchi ekstrakt deb bergani bilan bizda u ekstrakt bo'yicha baholash organlari bo'lmaganligi uchun o'sha bat sifatida bo'lgan. Biz 22-yilda hamma o'sha ishlab chiqaruvchilarni taqdim etgan o'sha hujjatlari orqali buni ekstraktligini 22 ta komissiya professorlar buni tasdig'ini bergan va 21-yildan beri, mana 4 yildan beri bizning mahsulotlar ekstrakt sifatida tan olindi va shu bilan men hozir aytmoqchi bo'lganman, birinchi garda institut immunologiyadan bu o'tgan tajribasi va institut immunologiya bilan birgalikda yana klinik ispitaniya, ya'ni klinik samaradorligini ko'rib chiqqan 5 ta yo'nalishi bor. Bu teri kasalliklar bo'yicha, o'pka kasalliklari bo'yicha va asab tizim kasalliklari bo'yicha, oshqozon ichak kasalliklari bo'yicha bu tajribadan natijadan o'tkazib ilmiy konferensiyalarda muhokama qilingan. Demak 5 ta ilmiy izlanishlar ham olib borilgan. 7 ta ilmiy izlanishlar olib borilgan. Ilmiy izlanishlar olib borib, bu 2024-yil reabilitologlarni ilmiy konferensiyasida buni muhokama qilib bir ovozdan tasdiqqa topgan. E'tibor qilamiz, bu 2022-yildan boshlab O'zbekistonda bat ham emas, dori ham emas, tabiiy ekstrakt sifatida ro'yxatdan o'tgan ekan. Bunda 22 ta professor tasdiqlab bergan shuni. 22 ta professor tasdiqlab bergan. Undan tashqari shu ilmiy ish qilgan professorlar shu ganodermani inson salomatligida uni samarali ta'sirini isbotlab bergan klinikalar rahbarlari, professorlar borib, shu Gana Excel korporatsiyasini ishlab chiqarish jarayonlari, laboratoriyalarini va etdagi sog'liqni saqlash vazirliklari bilan uchrashib, Gana Excel korporatsiyasi bilan memorandumni qo'l qo'yib kelishgan. Va undan keyingi tajribalarni birgalikda ilmiy ish
qilib O'zbekiston aholisini salomatligiga o'z hissasini qo'shishi maqsad qilgan. Tushunarli. Mana bu yerda tarixiyligi shundan iboratki, o'sha Tangam kinolarda ham bu eng o'sha qadimiy kitoblarda yozuvida qolgan. Unda eng yagona shifobaxsh giyoh shu ganaderma bo'lgan. Boshqa tabiatda o'zi 365 ta shifobaxsh giyoh bor. U jenshinni hech qachon sir saqlashmagan. Lekin bu tabiatda juda noyob bo'lgani uchun ganadermani bu sir saqlangan. Shuning uchun faqatgina 21-asrda u 70-yillarga kelib turib bu to'g'risida odamlar, olimlar gapirishni boshlagan. E'tibor qilamiz, buni qadimdan ichishgan ekan o'zi. Buni imperatorlar ichishgan. Mana bu yerda tarix ko'rsatib turibdi hammasini. Boylar ichishgan, buni oddiy xalqdan sir saqlagan ekan. Sababi oddiy xalq bilish kerak emas, yetmay qolishi mumkin bizga degan. Shuni hisoblayman. Bu 21-asrdan boshlab butun dunyo bilishni boshladi, tushunishim bo'yicha. Tushunarli. Mana Rishi Gold bilan Exelim Goldni chiroyli qilib qo'yishdi. Rishi Gold, Exelim Gold. Mana buni butun o'sha laboratoriya, hozirgi zamondagi laboratoriyalar ham buni tasdiqlab turibdi. Buni haqiqiy davolovchi yoki kasallikni oldini oluvchi shifobaxsh giyohligini tasdiqlovchi ilmiy ishlar bor. Mana bu yerda 84-yilda Tokioda qilingan ilmiy ish ganaderma lisidum bo'yicha. Agarda internetga hozir internet hamma narsani ochib beradi. To'g'ri yo'da qaysidir noto'g'ri ma'lumotlar bo'lishi mumkin, lekin to'g'ri ma'lumotlarni har doim to'g'riligicha ochib beradi. Mana shuni farmakologichskiy effektini ko'rsatadigan tarix hujjatiga ega. Bu Malayziyadagi bosh ofisimi shunda? Malayziyadagi Alastordagi bosh ofisi. Malayziyada Alastor qishlog'idagi bosh ofis hisoblanadi. Bu qishloqda tushunishim bo'yicha samolyot ham uchib o'tmaydi-ya? Nega u qishloqqa joylashtirishgan? Chunki u joy shunaqangi toza, ekologik toza joyki, yerda faqatgina nima deydi? Shu noyob mahsulotlarni yetishtirish uchun sharoit yaratilgan. Uni tepasidan, u qishloqning tepasidan samolyot ham uchmaydi. Chunki samolyotdan ham chiqazadigan har xil o'sha nimalar, chiqindiqlar bu nimaga ta'sir qilmasligi uchun bu narsa nazoratda turadi. Tushunarli. Lazifa, bosh ofis bilan tanishdik. Juda ko'p narsalarni ko'rdim. Bu tasavvur qilganimdan ham ko'proq nima deydi? Umuman boshqacha ekan. Keling, hozir do'konga ham tushaylik. Bizani do'koni ham bor. Bizani faoliyat nima deydi? Ulgurji savdo faoliyati hisoblanadi. Biza odamlarga ko'chadagi kelgan odamlar agar kimdandir eshitib kelib qoladigan bo'lsa, ularga ham xizmat ko'rsatiladi. Umuman bizani do'konlar orqali joylarda o'sha sotuvni amalga oshirishadi. Mana bu devorlar bir noodatiy qilingan, chunki bizni faoliyatimiz kak oila bo'lib bir-birlarimizga manfaat beradigan darajada ishlashimiz kerak. Akil bir jamoa bo'lib degan bu yerda g'oya yotadi. Mana bizni bu yerda do'konimiz bor. Do'konimizning yonida bu yerda doktorimiz bor. Bu yerda umuman o'sha odamlar o'zi ko'rib o'shani xulosa qilish uchun qilinadi. Bu mahsulot to'g'risidagi umumiy ma'lumotlar joylashtirilgan. Bu yerda ham doktor ham o'tiradi. Doktor ham o'tiradi. Mana bu yerda sotuvchi bizani kassirimiz. Assalomu alaykum aka. Yaxshimisiz? Bu yerda bu yoqdan kelib xarid qiladiganlar qiladi. Mana doktorlar bizani klinikamizdagi bu mahsulotlarni qanday ta'sir qilishi va uni bizning maqsadimiz nima? Optimal sog'liq nimada? Optimal sog'liqqa erishish uchun qancha vaqt kerak? Bundan kimlar uchun bular? Bizani o'sha auditoriya kim bo'lishi mumkin? Bolalar, 0 yoshdagi tug'ilgan chaqaloqdan boshlab turib o'smirlar, kattalar, keksalar hammasi buni foydalanishi mumkin. Chunki buni zararligi yo'q. Endi qarang, bu yerda odamlar taniydigan brokoli nimasi, kapustasi yoki bo'lmasa mana bu yerdagi biz ismaloqni bilamiz. O'shalarga nisbatan bu yerda necha marta temir moddasi ko'pligi bu ilmiy isbotlangan. Qarang, magneziyasi 15 marta o'sha brokolidan ko'p ekan mahsulotda. Vitamin C bo'lsa
yeb tanigan apelsinda 7 marta ko'p ekan. Ha, mana bu Ko'rdingizmi? yoqda tushunishim bo'yicha mana kamerani bu yoqqa qaratib olsangiz, demak birgina mana shu qo'ziqorinning ichida kapustadan olinadigan, uzumdan, misol uchun mana baliqdan, sutdan olinadigan tabiiy nima deydi, foydali mikronutriyentlardan necha barobar ko'pligi ko'rsatilgan ekan bu yoqda. Shu narsalar ilmiy isbotlangan, buni o'sha ilmiy isbotlangan natijalar orqali biz qo'yib qo'yibmiz buni. Shu lekin mahsulotlar ichgandan keyin qanday ta'sir qilishini ko'rsatib qo'yib bizlar mana birinchi galda oldin ichingizga kirgandan keyin u sizni polностью tekshiradi. Ha, birinchi demak 1 oy ichida polностью bizni tekshirar ekan mahsulotni ichgandan keyin. Keyin 30 haftagacha 2-oydan boshlab o'zi tozalash, chiqarishni boshlanar. Chiqindilarni. Ha, demak organizmdan chiqarib tashlar ekan. Keyin hujayralarni qayta tiklar ekan. 1-oydan 12-oygacha boshlab, 6-oydan boshlab sog'lomlanish boshlanar ekan. Men o'tgan safar beruvdingiz menga Layza opa. O'shani ichganimdan keyin oradan bir 4 kun, 5 kun o'tgandan keyin oyog'im og'rishni boshladi. Qarasam keyin oyog'imda muammo bor ekan. Tushundimki, ichadigan kapsulalarimiz avval bizani ko'rsatib berar ekan. U yosh oldin sen yoshsan-ku, senga kerak emas deyishardi-da. Hozir yoshmi, kattami, chaqaloqmi, baribir bu narsalarga ehtiyoj bor. Mana ko'rdingiz, siz yoshsiz. Yoshligingizga qaramasdan muammo bor. Muammo sizni xohlagan, xohlamaganingizda emas. Bu hozir shu muhitni o'zida shunday yegan yemishlarimizdan, shu atrof muhitdan shu o'zimizdagi kasallik paydo bo'lishi mumkin go'payti. Biz uni sezamiz, go'payti sezmaymiz. Qachon sezamiz? Qachonki bizda uje o'tib ketib kasallik o'zi yig'lagan paytida bilamiz. Doktorga murojaat qilishga nima qilganda. O'shaning uchun mana biza doim ko'p marta odamlar bilan muloqot qilganimiz uchun ko'pligi aytadiki, doktorlar 4 ta, 6 ta, 8 tadan kapsula yozadi. O'zi yozishga majbur bo'ladi u doktorlar. Chunki u oshqozon bilan borgan bo'lsa, uni davleniyasi bo'lishi mumkin. Davleniyaga boshqa dori, oshqozonga boshqa dori, yana bir agarda artriti bo'ladigan bo'lsa, unga boshqa dori, sahrni diabet bo'lsa unga. Lekin u odam o'shunaqa kasallik bo'lmasligi uchun oldindan agar shunaqa mikronutriyentlarni ichib yursa, unaqa kasal bo'lmaydi. Kasallik yana qaytarilmaydi ham. Hadib qaytarilavermaydi ham. Tushunarli. Ana shuning uchun mana bitta hamma mahsulotlarni bizada nimasi turibdi. Bu yerda 24 xil mahsulot bor shunda. Hamma 24 xil mahsulot bor. Hamma taniydi. Hamma taniydi. Chunki juda ko'p xonadonda ko'raman shu narsani, qo'l kuyib qolsa ham, yiqilib tushsa ham, nima bo'lsa ham sразу shuni olib suritib ishlatishadi. Odamlar bir-birlariga qaysi tezroq arzon va sifatli bo'lsa, tabiiy sifatli narsani bir-birlariga tez yetkazishadi. Tushunarli. Bo'lmasam endi bir klinikaga borsak. Bo'ldi, boramiz xudo xolasa. Klinika ham o'zi butun dunyoda 3 ta ekan. 3-inchisi O'zbekistonda ekan. Ajoyib. Ajoyib. Zavod nechta? Zavod 3 ta u ham. U ham dunyo bo'yicha 3 ta. Dunyo bo'yicha 3 ta. Bittasi kompaniyaning o'zini zavodi, ikkinchisi Tailandda, uchinchisi bizada. Layza opa, Labbe. bitta savolim bor. Necha yoshsiz o'zi? Ko'pchilik meni yoshim bilan qiziqadi, lekin men yoshimni eslagan paytimda yoshim esimga tushadi. Chunki esimga tushmaydi. Kechagida bir ajoyib narsani ko'rib qoldim-da. Ali bizani shu iste'molchilar, ustozlarning guruhi bor, o'sha yerda ham borman-da. Bitta joyda yozyapti, bitta ustoz. Yozyaptiki, qarang deydi. Ulug' yoshda bo'lsa ham shunchalik tinim bilmasdan hammaga shu yaxshilikni ulashmoqda dedi. Endi men ham hayron bo'ldim-da, qani kim ekan bu? Sam ustozimiz Layza Asqarovna yozib qo'yibdi-da. Keyin aytdim, voy dedim men. Men alhamdulillah Rabbim alamin 80 yoshga chiqdim. 80 yoshda. 80 yoshdaman. Alhamdulillah 10 ta nabiram, 10 ta abiram bor. Alhamdulillah kechagida 80 yoshdasiz, 10 ta nabirangiz, 10 ta abirangiz bor. Alhamdulillah. Hozir 80 yoshda turibsiz. 80 yoshda. Birinchi ko'rganimda sizni menimcha shu 55, 60 atrofida bo'lsa kerak deb o'yladim. 60 bilmayman. Ana bir Kikabidzeni zo'r ashulasi bor edi. Meni yoshim, meni boyligim deb. Chunki boylik
hayot tajribasi, odamlarga yaxshilik qilish, ezgulik qilish uchun ayni bu vaqt. Odamlarga uzr gapingizni bo'ldim. Qanaqasiga bunaqa tetik, sog'lom yuribsiz? Zinapoyadan ham hozir o'zingiz chiqdingiz. Men mashinada hamman. Mashinada rulda ham. Ha, nega? Kishi o'ziga qanday fikrlasa, o'zi to'g'risida qanday fikrda bo'lsa, albatta o'sha fikrlar ijobat bo'ladi. Men bunga ishonaman. Sog'lig'ingizga demak har doim ko'proq e'tibor bergansiz. Har doim men chunki meni otamni onalari biz ular bilan turganmiz, buvim bilan ularni men shogirdlari bo'lganman. 10 yosh bo'lganman. 10 yoshligimda ular dunyodan o'tganlar. Shu harfni o'rganishni boshlaganimdan keyin ular tabib bo'lganlar, xalq tabibi. De o'shalarning yo'llarida o'tirib o'sha har xil giyohlarda bir nimalar qilardilar, bir nimalarni yozishga men o'sha hisobotini olib boradigan edim. O'sha paytda men havas qilganman. Men doktor bo'laman deb. Endi qarangki, hayotni doktorlikka mana endi pensiyaga chiqqanda qilyapman. Chunki o'sha oilada eng katta farzand bo'lganim uchun bizda eng 9 ta qizi, eng kattasi men bo'lganman. Mendan keyingi 8 ta singlim bo'lgan. Har yili o'g'il kutishgan ota-ona, qizlar tug'ilishgan. Lekin aynan o'sha baribir niyat qilganingizni Alloh berar ekan. Demak, u narsalar ham bejiz bo'lmagan. Mana hozir men o'sha nimani tabiblikni, tabobat yo'nalishidagi ilm bilimlarni hammaga ma'rifatchi bo'lib turib tarqatmoqdaman. Hozir shunda 1945-yil tug'ilganmisiz? 44-yil tug'ilganman. 44-yil tug'ilgan. Hali yil endi boshlandi-ku, men sentyabrda tug'ilganman. 2025 endi 81 ga qarab yuribsiz. Xudo xolasa. Alloh. Tushunarli. Nasib qilsa. Hammaga assalomu alaykum. Biz hozir mana Layzak Barba bilan to'g'ridan-to'g'ri intervyu qilyapmiz. Sohibjon bu yoqda. Eng qiziqarli tomoni Layzak Barba 80 yoshdalar. 80 yoshda mana Mercedes haydayaptilar. Ajoyib Layzak opa. Sababi nimada? Biron bir narsa deyorsiz, Layzak opa. 80 yoshda bunaqa havas qilish kerak, niyat qilish kerak, salomatlikni saqlash yo'lidagi har bitta imkoniyatdan foydalanish kerak. Ertalabdan turib ibodat, shukr qilish bilan birgalikda yana jismoniy tarbiya qilish kerak, fitness klubga borish kerak, mahsulotlardan ichish kerak. Gano mahsulotlardan ichish kerak. Chunki bizga Alloh tanani omonatga bergan. Omonat faqat pulga emas, birovni qaysidir sirini omonatda saqlash emas. Bizga berilgan shu jismni omonatligini his qilib, uni ardoqlashimiz kerak. Axir biz mashinami yoki bo'lmasam pulga sotib oladigan moddiy narsalarni ehtiyot qilamiz. Lekin biz uchun tuhfa qilingan, sovg'a qilingan tanamizni, ruhiyatimizni ehtiyot qilmaymiz. Biz aynan shuni ehtiyot qilishimiz kerak. Imkoniyatlar har bitta insonda bor. Har bitta. Sog'lig'ingizga e'tiborli bo'linglar. 80 yoshda mana shunaqa mashina haydab yurishni xohlasanglar, sog'lig'iga hech qachon pul ayamanglar. Sog'liq bu pulingiz bir dunyo bo'lishi mumkin. Sog'lig'ingiz bo'lmasa, dunyo qorong'u o'tatmaydi. Ajoyib. Na tilab olgan farzandlaringiz na boshqa bir hayotni zavqi yo'qoladi. Ajoyib. Men shu paytgacha biron marta ko'rmaganman. Ya'ni 80 yoshida o'zi zo'rg'a yuradigan insonlarni ko'rganman. Har doim, ya'ni mashina haydaydigan inson biron marta ko'rmaganman. Chunki unaqa odamlar erkak. Kasalligini qilib turib eriga erkalik qiladi, bolalariga, nevaralariga erkalik qiladi. Bu bilasizlarmi? Odam o'ziga e'tibor, diqqat qaratadigan ota-onalar shunday ahvolda bo'lishadi. Chunki biz nabiralarimizga, farzandlarimizga ibrat bo'lishimiz kerak. Nimani ibrat qilib ko'rishimiz kerak? O'zimizni shu berilgan tanani
hayotda qanday saqlash bilan hayotda qanday butun borliqdagi lazzatlardan foydalanish uchun biz imkoniyatni qidirishimiz kerak. Imkoniyat tayyor-ku. Ayniqsa hozir shunaqangi zamon tez o'zgaryaptiki, bu o'zgarayotgan zamonda ijtimoiy tarmoqlar bo'ladimi? Har bitta joyda salomatlik bo'yicha, sog'liqni saqlash bo'yicha va uzoq umr ko'rish sirlarini har doim yetib o'tilyapti. Biz o'zimizga bog'liq bo'lmagan juda ko'p narsalar bilan muhokamaga vaqtimizni sarflaymiz-da. O'zimizni keraksiz narsalarga. Biz ularni to'g'rilolmaymiz. Lekin o'sha narsalarga biza doim vaqtimizni ko'p sarf qilamiz. Men Layza opa, savollarim bor edi sizga, o'zi atang tayyorlab qo'yganman. Birinchi savolimdan boshlaymiz. Hayotingizda duch kelgan eng qiyin qaror nima bo'lgan? Hayotingizda eng qiyin qarorni qachon qabul qilgansiz? Shu paytgacha. Hayot o'zi har doim qarama-qarshilikdan iborat. Ko'p payti siz to'g'ri deb o'ylagan narsa xato ham bo'lishi mumkin. Xato deb o'ylagan narsangiz ham to'g'ri bo'lishi mumkin. Lekin o'sha qiyin deb o'ylagan narsalaringiz ham kimdir o'sha qiyin masalalarni hal qilgan, yechimi bo'lgan. Men har doim o'sha maslahat qilib, shoshilmasdan taroziga qarab turib qaror qabul qilganman. To'g'ri, hayotda ko'p noto'g'ri qarorlar ham qabul qilganman. Lekin o'sha noto'g'ri qarorlardan, qiyin qarorlarni orqasida juda ham bir chiroyli bir mukofotlar ham bo'lgan. Avtobus yo'liga o'tolmayman, chunki avtobus mendan xafa bo'ladi. Biznesmen bo'lmoqchi bo'lgan ayollarga qanaqa fikr bildirasiz? O'sha bu har bitta ayolning o'zi qonida bor tadbirkorlik. Faqat unga har bir ayolni Alloh shunaqa yaratganki, uni har bitta ayolning o'zida tadbirkorlik qonida aylanadi. Faqat o'shanga o'ziga ishonish kerak. O'sha tanlagan sohasini yaxshi ko'rish kerak va o'sha bo'yicha professionallikka erishish kerak, xolos. Bo'ldi. Mana uyda o'tiradi, ishlatmayman ayolimni deydiganlarga nima degan bo'lardingiz? To'g'ri. Hozir uyda o'tirib ishlamaslikni o'zi iloji yo'q. Uyda o'tirsa ham telefoni bor, Instagramlar bor. Har xil hazil-huzullarning o'rniga mana shu targ'ibot, o'sha pul ishlash yo'llari bo'yicha o'zini qiziq shu faoliyatga bag'ishlasa bo'ladi. Unda uyda o'tirgan holatda ham ishlasa bo'ladi. Uyda o'tirgan holatda hozirgi zamonda tadbirkor bo'lish, boy bo'lish, sog' bo'lish juda ham oson. Chunki hech qanaqa chegara yo'qdi. Chegarasiz bu hozir platforma, onlayn sotuvlar bo'lsa, onlayn informatsiya, ma'lumotlar bo'lsa-da, qandoq qilib inson nima qilishi mumkin? Kimnidir ular hammasi bahona. O'sha o'zini dangasaligiga bahona deb bilaman. Ular ish topadi. Agar ayol kishi juda xohlasa-chi, har doim ilojini topadi. Hamma vaqt topadi ilojini. Rejasiz hayot bu maqsadsiz hayot deb aytiladi. Maqsad bo'lmagan joyda bu rivojlanish bo'lmaydi. 80 yoshda reja qo'ygan bo'lsangiz, demak ajoyib. Chunki 20 yoshli juda ko'p bolalarni ko'raman. Maqsadi yo'q, kelajakda plani yo'q, hech narsasi yo'q. Chunki maqsad, men kechgidachi aslida bitta narsaga o'zimda yechim topdim-da. Bir xil yoshlar maktabda o'qigan paytda tezroq maktab tomon bo'lsa-yu, qiziq emas maktabda o'qish. Men bu ximiya menga qiziq emas, fizika qiziq emas, yoki bo'lmasa yanadir qaysi fanni qiziq emas deb qochishga harakat qiladi va qanaqadir bahonalar topishga harakat qiladi. Men o'ylaymanki, bitta hammasi o'sha maktabdagi o'qituvchilarga bog'liq. Qanchalik ular o'z faniga qiziqtira oladi. O'z faniga qiziqtira oladigan o'qituvchi o'sha farzandini kelajakda eng katta tadbirkormi yoki davlat arbobimi bo'lishga sababchi bo'ladi. Chunki hozir odamlar, ota-onalar
majbur bo'ladi bolani qiziqishi qiziqmasligiga qaramasdan turib unga qanaqadir repetitorlar olib berishga. Shuning uchun ham ularning maqsadi yo'q. Kim ulardan maqsadini so'radi? Avval maqsadini bilib, keyin repetitorga yo'naltirish kerak. Albatta orzu uyg'otish kerak. Maqsaddan oldin orzu, uni qanaqa hayot kutayotganini ko'rsatish kerak. Mana misol uchun kechagida men YouTube'da bitta Instagramda ko'ribman. Ajoyib bir narsani ko'rdim. O'sha Yaponiyada, Xitoyda bog'chadagi bolalar ular bog'chada uxlamas ekan. Ular o'zi ovqat qilar ekan, o'zi nima qilar ekan, o'sha bog'chadagi gruppasini tozalar ekan. Ular bir 4 yil shunaqa hayotga moslashtirar ekan. Maktabga chiqqanda ular o'zini yeydigan yemishini ham pishirishga o'zlarini o'rgatishar ekan. Men bundoq o'ylab qoldim-da. Oldin biz yoshligimizda ota-onalarimizni yonida hovlimiz bo'lardi. O'sha hovlida ekin ekilardi, ko'chat qilinardi, bozorga sotilardi, turib ekardik, turib sotardik. Bu narsalar hayot jarayonida hayotga ishni yaxshi ko'rishga o'zini tayyorlash ekan. To'g'ri, odam charchaganda, yosh bola tez charchaydi, charchagan paytda o'qish miyasiga kirmasligi mumkin. Lekin unga qiziqtiradigan o'qituvchilar bo'ladi. O'qituvchilar shunday qiziqtirish kerakki, ko'kmi? O'tiramiz. Lazipa, men уже saksonga kirdim, mashina haydamayman. Men misol uchun shopir olaman degan vaziyatlar bo'ladimi sizda? Shopir olaman degan vaziyatlaringiz? Yo'q, menda unaqa vaziyat yo'q. Men shu narsa to'g'risida o'ylab ko'rmaganman, chunki meni shopir olish haqida o'ylab ko'rmagansiz. O'ylab ko'rmagan. Negaki, men oldin faoliyatimda har doim rahbar lavozimida ishlaganman. Har doim meni shofyorlar poylagan odamni yoqtirmayman. Poylamasdan ularga doim javob berardim. Javob berganimda meni o'sha paytda qaqqadir chaqirardi. O'sha paytda keyin u paytda qo'l telefonlari yo'q, boshqa yo'q. Keyin chaqira olmasdim. Shuning uchun men majbur bo'lib ularni o'tkaztirib qo'yardim. Meni kutgan odamni kuttirishni men yomon ko'raman. Chunki o'zim ham kutishni yomon ko'raman. O'sha o'zimni o'rnimga u odamni qo'yaman-da, u ham kutishni yomon ko'rsa kerak degan qabulda qilaman. Alloh menga qancha imkoniyat bersa, sog'lig'im bo'lsa, men har doim o'zimni taqdirimni, o'zimni mashinamni boshqarishni xohlayman. Bundan oldingi faoliyatingiz haqida ham biroz gaplashsak, Lazipa, 15 yildan beri Gano Excel'da mana O'zbekistondagi rasmiy vakili, eksklyuziv direktor sifatida boshqarib kelasiz. Bundan oldin qanaqa lavozimlarda ishlagansiz? Adashmasam, davlat strukturasida har doim ishlaganman. Oxirgi ishlagan joyim men kasaba uyushmasi raisi bo'lganman. Viloyatda 2 xil kasaba uyushma viloyati raisi bo'lganman. O'sha yerda ham juda ko'p ijodiy yo'nalishlarni qilganman. Endi u tarixga o'tdi, lekin baribir o'sha tarixdan nimaga hozirgi zamonda qo'llashga, hozirgi vaqtda uni qo'llashga imkoniyat beradi. Oxirgi ishlagan joyim o'sha Akmal-Ikramskiy rayonida ilmiy amaliy ishlab chiqarish korxonasi bo'lgan. NPO tarix deb yetilardi. Yerda biza ilmiy ishlarni, ilmiy tadqiqot standartlarini ishlab chiqarganmiz. O'sha yerda oxirgi to o'sha deputatlikka ballotirovаться qilgunimcha u yerda men nimani aksionerlar kengashini raisi bo'lib ishlaganman. Kuzatuv raisi. Bundan oldingi faoliyatingiz shunda? Men hamma vaqt rahbar lavozimida ishlaganman, alhamdulillah. Mashina har doim u paytda o'sha birinchi rahbarlarni nima deydi, xizmat ko'rsatadigan avtopark bo'lardi. Unda Levin degan o'sha Akmal-Ikramskiy rayonida. O'sha joyda nima qilishardi. Endi qarangda, ular tarixda qoldi. Bunda olib qaraganda alhamdulillah, Allohga shukr qilaman, menga shunaqa imkoniyatlar bergan ekan. O'sha imkoniyatlarni to'lov sifatida hozir men vatanimga, xalqimga xizmat qilaman.
qo'limdan kelgancha. Beminnat. Men birorta bir karyeralarni hech qachon havas qilmaganman. Men partiya oliy maktabini bitirganimda o'sha paytlarda o'sha 40 yoshlarimda havas qilganman, lekin men tushunganmanki, meni joyim har doim shu xo'jalik ishlarini yuritish, tashkiliy ishlarni qilish degan narsani tushunganman. Chunki rahbar, direktor bo'lish hamma orzu qiladi. Lekin u direktorning mas'uliyati bor. O'ziga yarasha. O'ziga yarashmas. Hammani mas'uliyati uni yelkasiga yuklangan bo'lishi kerak. Chunki u boshqaruvchi. Oilada hamma aybni otaga, onaga qo'yadi-yu bolalarni kelib chiqqanida. Xuddi shu yerda ham rahbar bu ota-onadek, o'sha korxonani, o'sha jamoani, o'sha yo'nalishdagi vazirlikni. Albatta kim mas'uliyatni bo'yniga olsa u qila oladi. Hozir kammi qancha yoshlar misol uchun uylantirib qo'ygan ota-onasi, lekin oilani eplolmaydi, ishi yo'q, puli yo'q, bolani tug'dirib qo'ygan, uyi yo'q. U mas'uliyatsizlik deb bilamanman. Bu narsani kishi hayoti faqatgina bolalashdan iborat emas, ovqatni yeb bolalashdan. Biz hayotda jamiyatda qanaqadir o'z o'rnimizga ega bo'lishimiz kerak. Ota-onasi 20 yoshda, 18 yoshida uylantirib qo'yish xato narsa. Qo'lidan ish kelmagan odamga nima keragi bor? Boshqa odamning mas'uliyatini qo'liga qo'yib, agar uylansa, demak o'sha 20 yoshli o'zidan tengi yoki 1 yosh kichkina yoki 2 yosh kichkinasini olar. Balkim 1 yosh kattasi bo'lar. No, это не важно. U er sifatida oilani hurmatini qozonishi uchun u moddiy narsaga ega bo'lish kerak. Ota-onasini emas, o'zini fikriga. Hozir yoshlar ham shunday fikrga egaki, men hayotda ota-onasini puli uchun kerilib yuradigan nimalarga, yigitlarga turmushga chiqish xohlamaydi. Ular umr yo'ldoshi bir marta turmushga chiqib, umrini birgalikda o'tkazib, bitta fikrda, bitta g'oyada hayotda yashashni xohlaydi hozir yoshlar. Misol uchun biz nabiralarimizni shunday tarbiya qilganmiz. Odamlarni boyligiga emas, ma'naviy boyligi orqali hayotda o'z o'rnini egallashi maqsad qilgan odamlar bilan hayotini bog'lashi. Chunki bu hayot o'yin emas. Bugun bundan ajrashdi, ertaga uylandi, ertaga mundoq qildi. U onasiga yoqish yoqmasligi ikkinchi narsa. Layza opa, ishchilaringiz bilan, xodimlaringiz bilan aniqrog'i munosabatda nimalarga ko'proq e'tibor berasiz? Ular bilan ish faoliyati davomida. Ish faoliyati davomida men har doim ularni nima deydi, qanaqandir nestandart o'sha ishiga yondashishini ko'p gapiraman. Chunki bu mendagi ishda, mana misol uchun ma'lum bir shtatdagi yoki o'sha ro'yxatdagi shtat rasmi o'sha oladigan puliga nisbatan ko'proq ijodiy nestandartni yondoshib, ko'proq pul topish bo'yicha takliflar kirgizishini xohlayman. Men xodimlarim bilan har doim shu masala to'g'risida gapiraman, lekin buning uchun avvalambor o'shanaqa izlanuvchi xodimlar kerak. Uni yoshi, boshqasi, uni ahamiyati yo'q. O'tgan safar Layza opa qarasam GPT dan foydalanayotgandingiz. To'g'ri. ChatGPT dan, ya'ni hozirgi 50 yoshli insonlar telefondan foydalana olmayotgan paytda Layza Akbar 80 yoshida ChatGPT dan foydalanyapti. Texnologiyalar bilan qanchalik yaqinsiz? Endi qarang, men o'rganyapman, chunki men namuna bo'lishim uchun o'sha narsani qilib ko'rishim kerak. Mana misol uchun men bitta xodimga aytaman, men bu jumla qanaqa to'g'ri yoziladi desam, bir kun ham o'ylashadi, yetib berisha olmaydi. Ey boy bo'g'irlar, mana ChatGPT ga kirsang, qanday qilib buni to'g'ri ma'nosini o'zgartirmagan holda shuni menga nima qilib ber, korrektировка qilib ber, sezchi qilib beradi dedimda, o'zim o'rgandim. O'zim o'rganib unga tekstni yozsam,
bilasizmi, shunaqangi zavqlandim, bilasizmi? Hozir endi o'zimni blogimni ham yurgizishga harakat qilyapman. Shaxsiy brendingizni. Shaxsiy brendimni yurgizmoqchiman. Oldimga maqsad qilib qo'ydim, Xudo xolasa. Buni kimdir manchalik qila olmaydi. Chunki meni hissiyotim, meni tuyg'ularim, meni duch kelgan to'siqlarim, uni qanday yengganlarim men gapirishim mumkin, lekin u hissiyotni men ularga yetkazib bera olmasligim mumkin. Lekin agar men o'zim shu blokka olib borsam, o'sha hissiyotlarimni beraman. Nega? Oldin bizda o'sha sovet tizim paytida biz o'zimiz to'g'risida ko'p gapirmasdik-da. Как бы maqtanchoqlikka kirarmidi, shunga o'xshardi. Hozir biz o'zimiz o'sha duch kelgan to'siqlarmi, o'shani qanday yengib, qanday shunaqa darajaga chiqqanlarimizni gapirsak, bu kimgadir ishonchini mustahkamlashga yordam beradi. Axir biz kimnidir hayotida sog' bo'lishga, boy bo'lishga, hayotini o'zgartirishga sababchi bo'lsak, bundan oliy baxt yo'q-ku. Qanaqa maza qilasiz o'shanda? Hozir shunaqangi davr rostdan ham sizni hayotiy tajribalaringizni xalqqa, misol uchun yoshlarga, bizga o'xshaganlarga media orqali tarqatsangiz bo'ladi. Oldin bunaqa imkoniyatlar yo'q edi lekin. Lekin men o'zimchalik bir oldin bizning rayonda, o'sha rayon tumanda menga o'sha xotin-qizlar qo'mitasini boshlig'i Etkelaza Skarovna biza mashitda yigitlarni qanday qilib hayotga tayyorlashimiz mumkin? O'sha bo'yicha sizni fikrlaringiz qanaqa dedi. Как раз yerda rahbar ayollar uyushmasi bor edi. O'sha yerda men ham a'zo edim. O'tirmasdan necha kun men o'sha yoshlarni, yigitlarni qanday qilib turib eng o'sha hozir yana xayolimdan ko'tardi, qanaqa qilib nomlaganim, shunaqangi hamma orzu qiladigan, hamma qizlar orzu qiladigan yigitlar klubini tashkil qilish. Buni da ularni ham ma'naviy, ham ishbilarmonlik, ham dunyo qarashlarini shunaqangi bir-birlari bilan o'rtoqlashib qila, xuddi bilasizmi, birov uchun emas, o'zing uchun. O'zing uchun yigitlar klubini tashkillashtirish planingiz bor? Bor edi. Berganman, meni ishim emas-ku bu. Meni ishim emas. Men taklif qilib berganman. Lekin mana misol uchun qizlarni nuqul etishadi. Turmushga tayyorlash, ovqat qilishni bilish, uy kutishi, qaynona kutishi, u erkak kishi, yigit kishi qanaqa qilib hayotga tayyorlash kerak? Kim uni tayyorlaydi? U nima? Qanday qilib tayyorlaydi? Shuning uchun ham yigitlar klubini tashkillashtirish. Chunki u ham shunda tayyorlash kerakki, u o'zini birinchi o'sha hurmatini umrini oxirigacha saqlaydigan kriteriyaga o'zini odatlarini shakllantirish kerak. Layza opa, hayot yo'lingizni qaytadan bosib o'tish imkoni berilganda sizga nimalarni o'zgartirgan bo'lardingiz? Umuman hech narsani o'zgartirmasdim. Chunki hayotda aynan o'sha duch kelgan qiyinchiliklar, ularni yengishlari hammasi bu bizga berilgan ilohiy taqdirdan kelingan. Bizni Alloh shunaqa qilib sinaydi. Uni o'zgartirib qo'ysangiz, buni zo'r bo'lib qolsa, unda nima bo'ladi? Dangasa bo'ladi. Unda искусственный intellekt bo'ladi. Искусственный intellektni ham programmasini inson beradi. Biza hayot tajribalarida ota-onalarimiz, ustozlarimiz, o'qituvchilarimiz o'zimiz yaxshi ko'rgan insonlarni odatlaridan o'zimizga jo qilamiz. Ana bu zo'r. Bu shu bilan qiziqarli. Hayot shu bilan zavqli. Layza Akbarova, sizningcha inson qanaqa yoshda bo'lishidan qat'iy nazar har doim rivojlanishi mumkinmi? Chunki bizda shunaqa bir nima deydi, stereotipmi fikr paydo bo'lib qolgan. Men qarib qoldim, uje organovim miyamga kirmaydi deydi. Lekin siz shu yoshingizda, 80 yoshingizda mashina haydayapsiz, GPT dan foydalanasiz. Yana men ochki taqmasdan haydayman. GPT-dan mashina haydaysiz. Endi qarang, har bitta odamni kasalligi, umr ko'rishi va hayotdagi maqsadi hammasi uni miyasidan, niyatidan boshlanadi. Chunki hadislarda aytilgan, niyatingga qarab turib men sana hayotingni beraman degan. Men bunga ishonaman. Shuning uchun men aytmoqchi bo'ladigan
bitta aniq narsaki, yoshingiz nechida bo'lsa ham, agar siz tirik ekansiz, bugun ko'zingizni ochib turibsiz, oyog'ingiz but, ko'zingiz but, osmoningiz toza, urushlar bo'layotgani yo'q, yemishingiz bor, qanday qilib maqsad qo'ymaysiz? Qanday qilib orzu qo'ymaysiz? Nima uchun yangilikka intilmaysiz? Yangilik degan so'z faqat modniy kiyinishda emas-ku, yoki modniy ovqatlarni yeyishga, modniy restoranlarga borishga, yoki qaysidir tusrovkalarga borish, hammasini o'z o'rni bor, lekin hammasini me'yori bor. Hammasini me'yori bo'lganda odam hayotdan zavqlanadi. O'zingiz tashkillashtirdingiz shunaqangi katta bir bayramni. Endi tashkillashtirish nima? Qarang, shunaqangi katta orkestrda bitta dirijor boshqaradi. Bo'ldi, o'rgatib qo'yish kerak, boshqarish kerak xolos. U hamma narsa bilan tizimli ishlash kerak. Hamma narsa tizim bo'lmagan joyda natija yo'q. Asilbek, mana ko'rdingizmi? Kasal bo'lganda odamni reanimatsiyaga joylaydi. Nimaga? Chunki yerda nazorat orqali tizimli muolaja qilinadi. Ana o'shanda tez reabilitatsiyadan keyin palataga olinadi. Tizim yo'q joyda, o'ziga qo'yib qo'yilgan erkinlik joyida anarxiya boshlanadi. Erkinlik bu narsa nima deydi? Komfort zonaga tushirib tashlaydimi erkinlik? Erkinlik odamlarni tizimdan chiqarib tashlaydi. Tizim bu har doim ma'lum bir natijaga olib borgan. Agar ko'zingiz oldiga keltiring, bizani ishimizdagi organlar erkin harakat qilsa nima bo'ladi? Kasal bo'ladi odam. Tizimli harakat qilsa. Yoshlarga beradigan tavsiyangiz qanaqa? Bu hozirgi anaqa bor-ku, Satvaldiyeva, Nilufar Satvaldiyevani onasi. Tushunarli. Layza opa, yoshlarga beradigan 3 ta tavsiyangiz. Sizlar juda ham ajoyib baxtli zamonda yashayapsizlar, azizlarim. To'kinlik hammasi, buni qadrlang, o'z istingizda ishlang, sog' bo'lish, boy bo'lish va dunyoni zabt etish o'z qo'lingizda. Mana qarang, boy odamlarning tarixini o'rganing. Elon Musk kim edi va qanday yoshligi bo'lgan va qanday sharoitda yashagan va hozir kim? Azizlarim, shunga intilinglar. Sizlar kelajak sizlarning qo'llaringizda. Chunki yoshlarga o'lim yo'q deyilgan. U o'zini alini tig'iga urmasa. Azizlarim, qilinglar shu narsani. Sizlar bizni kelajagimizsiz. Biz yoshlarni juda ham yaxshi ko'ramiz, ardoliymiz. Ularni bizdan-da zo'r bo'lishini xohlaymiz. Faqat uni eng bitta katta siri bor. U o'rganish, harakat qilish, amalda qo'llash bo'ldi. Mana men bitta. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Ajoyib. Ajoyib. Xo'p. Mana bu dunyoda 3-klinika bu yerda. Bittasi qayerda? Kambodjada, Tailandda va 3-chisi bu yerda, O'zbekistonda. Bu Gano mahsulotlarini iste'molchilari uchun nima deydi? Maxsus qurilgan klinika. Mijoz o'zimizni iste'molchilar uchun. Iste'molchilar uchun. Iste'molchilari uchun bu mahsulotlar haqiqatda shifobaxshligini o'zida natija olib turib isbotlashi uchun mana shu klinika qurilgan. Klinikani buni jihozlari to'g'risida, qilinayotgan ishlar to'g'risida bosh shifokor Zavqiddin Ahmadov gapirib beradilar. Tushunarli. Bo'l, bo'lmasam ichiga kirib ko'rsak hozir, Zavqiddin aka. Boshidan. Boshlang Zavqiddin. O'zingiz. Bismillahirrohmanirrohim. Mana bu yoq resepsiyon. Qarab turibsizki, Zavqiddin bu yoqda ham gapirib turibdi, ko'rdingizmi? Sizlar klinikamizga avvalambor assalomu alaykum. Men Ahmad Zavqiddin Zayndinovich Gano klinikasining bosh shifokori. Mana klinikamiz qariyb 5 yildan ortiq o'z faoliyatini amalga oshirib kelyapti. Ustozimiz Lazzat Asqarovning aytib o'tganlaridek, birinchi navbatda Gano klinikasining ochilishini asosiy maqsadi Gano klinikasi Gano Exilni mamnun iste'molchilarga xizmat qilishi, ularga xizmat ko'rsatishi ko'zda tutilgan. Klinikada barcha turdagi tekshiruvlar mavjud. UZI diagnostika, fibroskan, elastografiya, 300 dan ortiq laborator tekshiruvlar,
10 ga yaqin mutaxassislar faoliyat olib boradi. Bu ganoterapiyani eng asosiy yo'nalish sifatida qabul qilgan bemorlarning holatiga qarab turib, bizda mavjud mutaxassislar kerakli tibbiy tavsiyalarni berishadi. Bu yerda GanoExil mahsulotlarni xalqaro darajadagi brend mahsulot ekanligini tasdiqlovchi xalqaro sertifikatlar ko'rsatib o'tilgan. Bularga ko'pchiligiga tanish bo'lgan GMP sertifikati yoki Malayziyaning halol sertifikati aytib o'tishimiz mumkin va oziq-ovqat xavfsizligi uchun birinchi raqamli Amerikaning FDA sertifikatini qo'lga kiritgan. Va O'zbekistonda Immunologiya instituti tomonidan ushbu mahsulotlar eng kuchli immunomodulyator ekanligini tasdiqlovchi sertifikat hamda sanitar epidemiologiya markazi tomonidan GanoExil korporatsiyasining mahsulotlari ekstrakt ekanligi, ya'ni biofaol modda ekanligi, organizmda qabul qilingandan keyin o'zini terapevtik xususiyatini namoyon qilish to'g'risidagi sertifikatlarni qo'lga kiritgan. Xulosa o'rnida shu narsani aytishim mumkinki, GanoExil korporatsiyasining har bir mahsuloti hech qanaqa bat yoki dori mahsulotlari emas. Bu tabiiy ekstrakt. Ya'ni biz har kuni ozuqa mahsulotlarimizga qo'shib borishimiz kerak. Obed qilganimizda, zavtrak qilganimizda, ujin qilganimizda bu mahsulotlardan ichib borishimiz kerak. Chunki immunitetimizni mustahkamlab, sog'lig'imizni mustahkamlab, kasal bo'lishlik ehtimolini olish uchun. Endi savol tug'ilishi tabiiy. Bizning ota-bobolarimiz bu narsalardan ichmagan, lekin shunga qaramasdan sog'lom, baquvvat, yosh, navqiron bo'lib yurishgan. Nimaga endi hozir ichishimiz kerak degan savol tug'ilishi tabiiy. Bitta narsaga diqqat qiling. Ota-bobolarimiz u davrda yashagani bilan hozirgi biz yashayotgan davrda yer bilan osmonchalik ekologiyada farqi bor. Bundan tashqari, hozirgi kunda statistika bo'yicha qaraydigan bo'lsak, butun dunyo bo'yicha 8 milliard aholi bor. 8 milliard aholini to'ydirish uchun ozuqa mahsulotlarini bir necha barobarga ko'paytirish kerak. Natijada bevosita kimyoviy vositalardan foydalanamiz. Kimyoviy vositalar esa tabiiylikni yo'qotadi. Va tabiiy pishgan olma bilan sun'iy pishgan olmani farqi ham juda katta. Bu narsani biz bilmasligimiz mumkin, lekin yosh kattaroq doda buvlarimizdan so'rab ko'radigan bo'lsak, oldingi olmalarni mazasi boshqacha bo'lgan, oldingi pomidorlarni, oldingi bodringlarni mazasi boshqacha bo'lgan deydi hammasi. Chunki ularning hammasi 100% tabiiy pishgan. Har kuni kunlik iste'mol qilayotgan mahsulotlarimiz suniylashib ketayotganligi natijasida kundan kunga kasalliklar ko'payib boryapti. Kundan kunga aptekalar, dorixonalar ko'payib boryapti. Shuning uchun ham sog'lig'ingizga e'tiborli bo'ling. O'zi kundan kunga ekologiya buzilib, kundan kunga yeyotgan mahsulotlarimiz, yeyotgan ovqatlarimiz suniylashib boryapti. Agarda siz ham Layza Akbarovaga o'xshab 80 yoshingizda o'zingiz mashinangizni haydab Mercedes-Benzda yurish xohlasangiz, albatta sog'lig'ingizga hozirdan e'tibor berishni boshlang va Gano mahsulotlarini doimiy ravishda ichib yuradigan kundalik ehtiyojlaringizga qo'shib qo'ying. Yana bir bor aytaman, Gano mahsulotlarini kasal bo'lganingizda ichmang. Kasal bo'lmaslik uchun, immunitetingizni mustahkamlash uchun oldindan ichib boring. Oldindan kundalik ozuqa mahsulotlaringizga qo'shib boring. Do'stlar, oxirgi gapim shu. Sog'lig'ingizga e'tiborli bo'linglar. Agarda sizlar sog'lig'ingizga e'tibor bermasanglar, sog'lig'ingizga hech kim e'tibor bermaydi. Joninglar sog' bo'lsin, umringlar uzoq bo'lsin. Sizlar bilan Asilbek.